Assalomu alaykum obunachilar. Bugun hissiyotga berilish nimalarga olib kelishi haqida aytib o'taman bir qator. Mana shu sokolni ko'ryapsizlar mana. Sokol mana yuzasi, lestnitsani полный yuzasi. Mana baryerdan tashqari. Shu narsani haqiqiy tabiiy toshdan kvadrati $50 qildirmoqchi bo'ldim uyimga. Keyin o'zimni to'xtatish uchun ozgina cho'zdim shu narsani. Qiziqyapman-da endi. Bu narsadan o'zimni qaytarish uchun, lekin o'zi ishqim ketdi. Ana shu tabiiy toshga. Lekin sal vaqt o'tgandan keyin bu yog'i haligi hissiyot bosildi. Boshidagi emotsiya birdan yonib qolgan emotsiya, qiziqishlarim so'ndi sal-pal, 1 oycha, 1,5 oycha o'tdi. Keyin aql bilan, sovuqqonlik bilan shu baryerni qildirdim mana. Anaqa lestnitsani yuzasini, bu taraflarini manaqa qora kerama granit qildirdim. Ammo buni soddaligi uchun qildirgan edim. Juda ham arzonga tushgan. 250 ming so'mdan tushgan 1 metri. Nejaveyka mana 2 yildan beri hech qanaqa bir nimasi yo'q. Zanglagan joyi yo'q, yaxshi turibdi. Ulangan joylari ham har holda yaxshi turibdi mana. 2 yil bo'ldi. Yomg'ir urib yog'adi shu yoqqa. Yaxshi. Mana aytga katta odam chiqsa ham ko'taraveradi. Faqat 19ligidan qildiringlar, bunaqa qildirmoqchi bo'lsanglar. Manaqasini 19ligidan qildirish kerak. 17ligi juda nozik bo'lib qolar ekan. Ham xunuk bo'lib qolar ekan. Mana bu sal bo'lsa ham chiroyli, ya'ni boyroq turar, ko'rinishi yaxshi turar ekan. Keyin shuni bu ustunlari, naqshliklari bor. Juda ham chiroyli turadi. Lekin adashib undan qildirib qo'ymanglar. Har bitta stoyka 500 ming bo'ladi. Mana buniki o'zini ichida. Menikilar sodda o'zini ichida ketgan. Ashi 250 ming so'mni ichida har bir metri. Stoykasi ham o'zi bilan. Stoykasini o'zgartirib chiroyli qilaman desiz, yana qo'shimcha 500 mingga tushasiz. Har bir stoykadan 500 ming ketadi. Menda 4 ta stoyka bor. Bitta lestnitsada 4 ta, narigisida 5 ta. Уже 2,5 million ketadi agar yaxshi anaqa chiroyligidan qo'ydirsam. Chiroyligining plus tarafi chiroyli ko'rinadi, minus tarafi uni manaqa joyda 3 ta ariqchasi bor, yo'li. Ana shu yo'lini keyin artishga qiynalasiz, faqat karcher bilan yuvishingiz kerak. Xira bo'lib ketadi, tez-tez xira bo'lib ketaveradi. Mana bu ham o'zi ochiqda turibdi. Mana bugun ertalab artilgan, mana tepalar o'zi sal-pal chang bo'ldi mana. Buni yosh bolangiz ham artib qo'yaveradi-da mana. Bunaqa bo'lsa. Eng soddasini qo'ying, arzonini qo'ying, lekin haqiqiy nejaveyka bo'lsin mana. Magnit yopishmaydi. Haqiqiy nejaveyka. Zanglamaydigan material. Yana nima aytmoqchiman? Asfalt qildirmoqchi edim. Sahnaga ham. Yo'q, bruschatka deganim. Bruschatkani hisoblasam $2000 ketar ekan. Bu yoqda. $2000 ketib qolardi ekan. Kamida 1,5 ming ketardi-da. Men $950 ga 115 kvadratga asfalt bostirib qo'yaverdim. Men qishloqda yashayman. Uyim shu mana. Bitta xona, koridor, ichida dushi, tualeti bor. Bu ikkinchi xona, bu oshxona hisobida. Mana shu yerda ovqatlanamiz. Hamma uyiga yotog'iga tarqaladi. Mana u meni xonam. Bolalar ayam bilan yotadi bu yoqda yoki mana shu oshxonada ovqatlanadigan joyimizda qolaveradi. Mana bizning uy mana yoqda. Bo'laveradi. Shart emas. Oshxona alohida, boloxona alohida, yana bitta narsa xona alohida qilinish shart emas. Mana shu 3 xonalik uy ichida dushi, tualeti bor. Tualetiga lekin
qishda keyin yoki bir har zamonda kiriladi yengilligi. Mana kanalizatsiyasi bu. Oshxonaning kanalizatsiyasi, lekin oshxonaga hali oshxona mebel qo'yganimiz yo'q. U bu yerdagi tualet kanalizatsiyasiniki. Tualetman do'stiki bitta. Mana ekonomli, mana shunaqa qilib solinglar uyni. Tashqarisiga e'tibor bermanglar. Bu 10 yil oldin qilingan remontni endi yangilashimiz kerak. Sekin-sekin bo'lyapti mana. Oldin zarili shu asfalt, mana lestnitsa ekan, shularni qilib oldik. Zarilni. Mana meni 21 yoshdagi xatoyim mana shu uyim bo'ladi. Mana shu uyni xato qilib 25 yoshda qurganman. Mana shunaqa pishirishdan qurganman. Ichi rastvordiga bo'lgan, unaqa loy ishlatilmagan. Hatto u kerak emas joylariga ham pishirish urilgan. Birorta xomqish aralashmagan. Mana. Tagi podushka. Rosa ko'p pul ketgan bu uyga. Hamma yo'g'i sifatlik. Sementlarni ham, betonlarni o'zim quyganman qo'lim bilan. 4 xona hisobida-da endi bu uy. Sementlarni ham yuraydan chiqarib qo'shganman. Mana shu uy. Mana endi tashqarisini fasadini ozgina nima bo'lib qoldi, u shifr sinib qolib, bu yerdan chakka o'sibdi. Shifrlarni almashtirdik. Endi remontini qilsak, ichini remontlari zo'r, yaxshi. Hozircha. Shu mana bu yog'ini, mana qishloqda mana shunday yashash kerak. Mana daraxtlaringiz, hamma yer bino bo'lmaslik kerak. Mana sahni katta edi. Mana bu yoqqa ham daraxtlar yangi, mana uzumlar, xurmo, bodom, hamma narsa ekib qo'ydim. Biyilekdim bahorda. Endi ko'kargani ko'karadi, mana qo'qongilozlar ko'karib qoldi har holda. Endi bilmadim endi. Bahorda, keyingi bahorda bilinadi. Mana bu yilga ekkan olmalar уже meva ham qildi. Mana sliva, mana onar. Bu yil ekkanman, meva qilib turgan, mana bitta mevasi bor. Gullarni ko'chirib qo'ydim bu yoqqa. Chekadi edi gullar. Uy mana shunaqa qishloqda uyi, keraksiz kerakli binolarni qurib tashlamaslik kerak. Mana shunaqa qilib katta qilib, mana bu yerda ham mana mashaqqa bunaqasiga uy bor deb hamma aytayapti-da. Do'stlarim ichida do'sti ham bor, dushmanchilik qilib aytayotgani ham bo'lsa kerak. Bir qiylanib o'lib ketsin. Yana ham qurilish qilib deb. O'zi mana uni mana hali bir oxiriga yetkazib mukammal qila olganimiz yo'q. Bitirgan, mana g'isht-pishlar oshib qolgan. Qurilishga yana 3 xona uyga materialimiz bor. Undan tashqari mana teraklarimiz katta turibdi, o'sib. Lekin hozir hamma yo'q qimmat bo'lib ketdi. Hali ish ko'p bu yerda. Mana meniki oshxona, tandirxonalarni zamonaviy qilib qurishimiz kerak. Joy tashlab ketdik mana. Asfaltdan keyin chiroyli qilib shu yerlarni. Mana kashalkadan suv ichamiz. Oddiy sharoitdamiz. Lekin mana shunga men qoniqaman. Qoniqmasam chiranib bankrot bo'lgunimcha, 0 bo'lgunimcha ishlataverishim kerak-da pulimni. Hozir bor pulim, bir 8-10 ming dollar misol sarflab olsam qurbim yetadi, lekin kerak emas menga. U pulni оборот qilyapman uni. Shart emas u. Mana bu yoqqa biznes uchun kelajakda ko'tarma qilingan, mana огородdan ko'ra balandroq bu yog'i. Naves qilib, bu yog'i uzuni 36 metr. Mana shu naves qilib 1-2 yil ichida plan. Mana shu yaxshi plan. Chunki bu yerda pul topsa bo'ladi. Mana yoqqa G qilib, manaqasiga bu yog'ini G qilib, P qilib, keyin manaqasiga qurilishga borib, O qilib, o'rtani shahar sifat qilish, uning uchun shaharda yashagan yaxshi, qishloqda yashamasdan. Men qishloqda
daraxtlarim ko'p bo'lib, men har xil mevalarim bo'lishini xohlayman. Shu qishloqda yashaganni bunaqasi gashti. Hammaga maslahat, haligi hissiyotinglar jo'shib turgan paytda, qizib turgan paytinglarda bir narsa sotib olmanglar. Bir narsaga yonib qoldinglarmi? To'xtatinglar. Menga o'xshab, mana men o'zim tajribamdan o'tkazdim. Mana shuni zo'ridan qo'ydirmoqchi edim, eng zo'ridan. $50 kvadrati. $50 ham oshiqqa tushib ketardi. Usta puli, yana bir narsalari bilan. Ichida mayda chudasi bilan. Yo'q, yaxshimi? O'zim bosib olib, xotirjam nima qildim. Bu teshik nimaga desiz? Mana shuni aytib ketay. Teshik xunuk qilib turibdi desiz, mana 50lik turba ichidagi. Bu yerga bironta chiroyli qopqoq qo'yib qo'yishim kerak. Nimadir o'ylab topaman endi. Bu mana tualetga toza havo kirgizadigan havoni kirish oqimi. Toza havo. Mana dushtiki. Agar mabodo foydalanib tualetdan chiqadigan bo'lsangiz, misol dushdanmi, tualetdanmi foydalanadigan bo'lsa, mana eshikni yopib qo'ysa ham, mana bu yerdan toza havo kirib, tepadagi turbadan chiqib ketaveradi. Tozalab havoni. Bu yerdan shu. Mana shu yerdan kiradi toza havo. Bu yerdan aylantirib chiqib ketadi. Buni yopib qo'ygandan keyin bu yoqqa sasimaydi uyni ichiga.